Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan tabiiy xamirturushdan tartin nonlarimizni pishirib olamiz. Uning uchun xolodilnikda turgan zakvaskamizani chiqaramiz. Tog'orachamizni solib, unga suv solamiz. Menda sal suvni rangi xiraroq. Nimaga desanglar, men hammasini tarozida o'lchab videoga olgandim. Оказывается, bosmagan ekanman. Shuning uchun orqaga qaytarib, boshqatdan sizlarga ko'rsatib beryapman. Mana zakvaskam 300 gramm chiqdi. 300 gramm un soldim. 150 gramm suv soldim. Hammasini yaxshilab bitta однородный massa qilib olamiz va uni o'zimizga kerakligini nonimga men uchun bugun kerak bo'ladi 100 gramm zakvaska. 100 grammini oldim, qolganini 1 litrli bankaga qo'yib, oshxonadagi shkafni tepasiga qo'yib qo'yamiz, chunki u yerda harorat ancha issiqroq va tezroq ko'tarilib chiqadi. Mana zakvaskam 5-6 soatda tez ko'tarilib chiqadi. Donli unimizdan solamiz, ya'ni zernovoy unimizdan solamiz. Minerallangan suvimizni solib, xamirimizni qorib olamiz. 1 litrliga solgan zakvaskamiz oshib chiqqandan keyin xolodilnikda saqlashimiz mumkin. Men ko'p oshirib qo'ydim, chunki har kun non pishiraman. Ishlab xona haroratida 40 minutga qoldiramiz. Bu arada mana zakvaskamiz ham ancha oshib chiqdi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ichlari. Xamirimizga sovolamiz va tuzimizni solib, qo'limizni ho'llab xamirimizga zakvaskani yedirib boramiz. Bu jarayon 10-15 daqiqa vaqt oladi. Ustini strichlab, xona haroratida yana 30 daqiqaga qoldiramiz. 30 daqiqadan keyin yangi tog'orachamizga yog' solib, xamirimizni joylab olamiz. O'rtasidan tortib, birinchi chetini ichkariga kirgizamiz va shu jarayonni 4 ta tarafini qilishimiz kerak bo'ladi. Ustini yopib, yana 30 daqiqaga qoldiramiz. Bu birinchi skladkamiz edi. Endi ikkinchi skladkamizni qilib olamiz. Shu jarayon 3 marta bo'lishi kerak bizda. Har bitta skladkani videodagi to'g'ri qilsanglar, noninglar 100% o'xshab chiqadi. Yana 30 daqiqaga qoldiramiz. Endi oxirgi skladkamizni qilib olamiz. Stolimizning ustiga ozgincha un sepib, xuddi videodagi qilib o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Uch soatga iliq joyga qo'yamiz. Men shkafimizning tepasiga qo'yib qo'ydim oshxonada, ya'ni u yerda harorat ancha issiq bo'lgani hisobiga tezroq oshib chiqadi. Endi oxirgi skladkamiz qoldi. Buni qilib bo'lgandan keyin xolodilnikka 8 soatga yuborishimiz kerak. Xamirimizni o'rtaga olib kelib olamiz. Ikkita chetini yopib olamiz. Oxirgi chetini ustiga yopib, unlarini artib tashlaymiz. Xamirimizni cho'zib, o'rtaga olib kelamiz, 4 ta tarafini.
xuddi videodagi qilib o'rab olamiz va chetlarini, ochilib qolgan joylarini tugib chiqamiz. Yopishib qolmasligi uchun ozgincha un sepib yuboramiz. Ertalab turib birinchi qiladigan ishimiz yarim soatga duxovkamizni qizdirib qo'yamiz, ya'ni qozonimiz bilan birgalikda eng baland gradusda pishirib olamiz. Ustini videodagi qilib kesib olamiz. Qizib turgan qozonimizga nonni solamiz va 4 dona lyo't solamiz. Bu nima uchun? Ustini yopganimizda par hosil bo'ladi. Par hosil bo'lganda nonimiz tezroq oshib, shishib chiqishiga yordam beradi. Mana 25 minut oradan o'tdi. 25 minut qopqoqsiz pishirib olamiz. Keyin yana mana ko'rib turganinglardek nonimiz shunaqangi aromatli, shunaqangi mazali bo'lib chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Har bitta texnikalarni o'tkazib yubormasdan to'g'ri qilsanglar, noninglar shunaqangi mazali va bittada o'xshab chiqadigan bo'ladi. Kanalimga a'zo bo'linglar.